Xonamda high-tech uslubida juda ham chiroyli qilib remont qilib oldim osinjonlarim. Ko'pchilik qiziqdi, televizorda tepasini nima bilan yopib yuborasiz deb. O'ylab oxiri shu qarorga keldim. Tillarang uyimizda metrajli, qattiq yopishadigan narsa bor ekan. Plesirovka deydimi, shunaqada yopib yubordim. Keyin chala qolib ketgan ob'oylarimni yopishtirishim kerak edi. Bitta kleda tayyorlab qo'yib, patologga tiyaga yopishtirishga kirishib ketdim. Bu safargi remontlarimda osinjonlarim kommentatorlarim tomonidan juda ham katta negativlar keldi. Afsuski, bu heytlar 90% ayollar tarafidan yozilgan. Men remont qildim degani hamma o'zbek ayollari remont qilish kerak degani emas, tushuninglar. Agarda sizni sharoitingiz zo'r bo'lsa, eringizda erkasi bo'lsangiz, malades, baxtli bo'ling, hayot sizniki. Lekin menga o'xshagan ayollar juda ham ko'p. Oddiy sharoitda yashashadi, vijdonan ish qilishadi. Men bilmayman deya olmaydi. Shunchaki harakat qiladi. Ko'chada ishlamasa ham uy-joyini chiroyli qilib o'tiradigan ayollarimiz juda ham ko'p. Xo'p, sizlar meni Instagramda ko'ryapsizlar. Oddiy uyimda kichkina remontchalar qilaman, lekin qancha o'zbek ayollari chet davlatlarda malyar ishida ishlashadi. Bundan ham og'ir ishlar qilishadi, qurilishda ishlashadi, bilasizlarmi shuni? Omala kelgan osinjonlar mendan faxrlansalaring arziydi. Og'zlaringni gupirtirib, meni osinjonim remontchi desalaring bo'laveradi. Oxirgi paytda Instagramda ko'ryapsizlar. Qavus ichidagi jig'itchalar erkak nomiga dog' tushirib, gullar, telefonlar, podarkalar, hattoki ayollardan chiroyli nozlanadi. Ayollardan chiroyli bo'yanadi, o'ziga uhajor qidiradi. Ularni ko'rib men o'zimdan g'ururlanib ketyapman. Erkakni ishini qilganimga. Hamma erkaklarga tegishli emas. Mingtadan bitta chiqadi, lekin dog' tushiradi. Abo'ylarda tepasini tiyagada yopib yubordim osinjonlarim. Birinchi yopishtirganda qiynaldim, bu safar oson yopishtirib oldim. Orada serialimga anqayib qoldim. Jo'rab kino ko'rdim o'zi ham. Jiha o'lib bo'lmasa bo'ldi deb termilib o'tirsam, kino ham tugab qoldi. Ana molga o'xshagan akasi darbadar tepada qarab turibdi, yugurgilab kelib yordam ber. Bu xonaga shu kungacha necha pul rasxod ketdi? Hisoblaymiz osinjonlarim. 5 ta aboy 260 ming so'mdan. Kommentariyaga yozib hisoblab ketinglar. Kechaginda tiyagani 195 ming so'mga kleyi bilan oldim. Undan oldin telezonaga mayda chudalar olib kelganman, hammani esida bor. Adashmasam 500 ming rasxod qilgandim o'sha kuni. 50 ming so'mdan plintus olganman osinjonlar. Aboy kleydi yo 60 ming yo 50 ming so'mga olganman. Televizorda 3 oylik bo'lib to'lashga oldim. Boshlanishiga 1 million 200 ming so'm berdim adashmasam. Telezonani pastidagi tumbichka 350 ming so'm rasxod bo'ldi, lekin hali pulini berganim yo'q. O'quvchim olmadi pulini. Yana meni qancha rasxod kutyapti? Birinchi o'rinda oynaga parda yoki jalyuzi qilgizaman. Ko'pchilik aytdi, jalyuzingizni biz qilib beraylik, reklamaga barterga deyishdi. O'zim xohlamadim, undan pulimga qilgizganim yaxshi. Ko'yinimdagidek chiqsa, tavsiya qilib reklama qilib berishim mumkin. Ikkinchi o'rinda gilam olishim kerak va o'quvchilarim uchun alohida kreslo ham olishim kerak. Demak, men anchagina rasxod kutmoqda osinjonlarim. Sizlarga omad, baxt, saodat, o'zimga bo'lsa kuch-quvvat osinjonlarim. Chap tarafdagi podpiska bilan o'ng tarafdagi yurachani qizartirib qo'ying, chunki bu video 20 mingta like olmaguncha uyda bitgan holatini joylamayman. So'nggi qismini ko'rish uchun albatta obuna bo'ling.